Va o'rtoqlar buni qaranglar. Bugun Tailanddagi ikkinchi kunim. Tongni mehmonxonamni osmono'par qavatida joylashgan basseyndan boshladim. Bu yerda suzish haqiqiy rohat. Moviy osmon ostida suzib, bir vaqtni o'zida butun Bangkokni tomosha qilish tasvirlab bo'lmas hissiyot. Suv biroz muzda edi, ammo bu menga umuman xalaqit bermadi, aksincha tetiklashtirdi. I tried so hard and got so far, but in the end Basseyn yonida bolalar uchun o'yingoh va zamonaviy fitnes zal ham bor ekan. Men ham yugurish yo'lakchasida biroz yugurib, bugungi sayohat uchun kuch va energiya yig'ib oldim. Kun endi boshlanyapti. Oldinda esa qiziqarli sarguzashtlar kutmoqda. Kiyimlarimni almashtirib yo'lga chiqdim. Metro kartasini olib Bangkokning mashhur maskanlaridan biriga yo'l oldim. Bu shahar haqiqatan ham ulkan, baland binolar, shovqin va harakatdan hech qachon to'xtamaydigandek go'yo. Navbatdagi manzilim Lamfini Park. Shahar markazidagi bu yashil maskan so'z bilan ta'riflab bo'lmas darajada go'zal. Osmono'par binolar orasida joylashgan bu sokin hudud go'yo boshqa bir olamdek tuyuldi. Bu yerdagi manzaraga gap bo'lishi mumkin emas. Eng qiziq tomoni, bu yerda ulkan varanlar xuddi o'zini katta xolasini uyda yurgandek bemalol sayr qiladi. Odamlardan cho'chimaydi, o'z dunyosida xotirjam yashaydi. Tabiat va megapolis uyg'unligini aynan mana shu yerda chin dildan his qilasiz. Bu yerda siz barcha tashvish va muammolaringizni unutib, tabiat bag'riga singib ketasiz. Navbatdagi manzilga borish uchun moto taksiga chiqdim. Bu yerda ularni Vin deb atashar ekan. Juda tez, qulay va biroz ekstremal. Yo'l bo'ylab mashinalar orasidan epchillik bilan o'tib ketar ekanmiz, o'zimni xuddi qo'rqinchli attraksionda uchayotgandek his qildim. Bekorga Bangkokda mana shu mototsiklli taksilar mavjud emas. Chunki probkalar bu yerda ham juda ham beshinli bo'ladi. Mototsikl bo'lsa, Mazda shu ora-oralardan o'tib ketaveradi, probkaga tushmaydi. Bangkok good. Bangkok good. Biroz xavfli, lekin qiziqarli. Haydovchi yo'l bo'yi tay tilida nimalarnidir gapirib berdi. Afsuski birorta so'ziga ham tushunmadim. Shunga qaramay tailandliklar juda ham mehribon va xushmuomala xalq ekan. Shunday qilib manziliga yetib keldim. Icon Siam. Bu joy Bangkokning eng hashamatli va zamonaviy savdo markazlaridan biri. Ayniqsa kechki payt yoritilgan binolar fonida Icon Siam yanada jozibador ko'rinadi. Chipta olib paraxodga chiqdim. Chao Phraya daryosi ustida suzib ketar ekanmiz. Tungi Bangkok butunlay boshqacha tus oldi. Yoritilgan ibodatxonalar, osmono'par binolar va suvda aks etgan chiroqlar barchasi shunchaki sehrli manzara yaratdi. Yo'lda mashhur Vatarun yonidan o'tdik. Tunda u yanada mahobbatli va betakror ko'rinardi. So'ng kechki street food bozorini aylandim. Bu yerda turli xil taomlar, hatto qovurilgan